Yo, odamlar nima bunaqa bo'lib ketgan, aka? U ko'zingizga qarab turib nagli yolg'on gapiradi. Bori ishini bitirish uchun libboy narsani yolg'on gapirib yuboradi. Mushkamba. Ishlatasan, o'zingdan boshqa hamma faqat rost gapiradi. Siz biladi emas. Sinab ko'ramiz. Maya qaralaring-u. O'zi 10 yildan beri Vikipga mashina chiqasan. Bu mashina o'zi ag'darilgan. Olasani to'g'ri ustaxonaga surasan. Mana misolchi, mana bu mashina. 2 oy qolganda qaytdi. Pulni to'laman. Yana boshqasiga berib yuboraman. Aylantiraveraman. Tushunsan? Pulim bomba. Lekin bilmayman, boshim problemadan chiqmayapti. Maklerlik ham oson emas. Yaqinda bittasi $300 uyimga odam topib berdi qoldi. Men unga $600 topib berdim. Bu orada narmani soq ishladim. Bolalari ham ko'p ekan. Unga ham taka 100 qo'shib yubordim. Bu to'lolmaydi. To'lolmagandan keyin nima bo'ladi? Uy menga qaytadimi? Keyin yana bittasiga tiqib yuboraman. Bitta lo'q topib. Sekin-sekin boylar boy bo'lib ketaveradi, kambag'allar qashqalashib ketaveradi. Men sizlarga tushuntirib bera oldim-ku, to'g'rimi? Tushunarli. Voy, atiranglar qichvagan lekin. Antipchi telefonchi bor. O'shaning Mana bu dokumentlar chatoga o'xshab. Okalar 5 minut. Frantsuzskiga natiringlar. Men o'z mamoda problem bo'layotgan o'z hokimiyatda ishlayman. Bitta ishtasizlarmi? Yo, aka, iltimos. 5 sekund, 5 sekund. Rahmat, addushi. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, biz shoshib turdik. Shoshib turdik, biz shoshib turdik. 2 sekund. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Salom, ketdik. Okey, 5 sekund. Ana kuni bittasi keluvdi. Boshiga ish tushgan ekan, mana bu $1000 telefonini bor-u, o'zi ham yerga urib ochilgan ekan debchi $400 ga olib qoldim-da. O'zi qiynalgan odam ekan. Ustiga bir qism qo'shib, qimmatroq olib yordam qilsangiz bo'lmasmidi? Uni boshiga ish tushdimi yo menimi? Meni tirikchiligimchi tanini ming so'm hisoblab turib, ustiga 60% qo'yib, variantga 6 oyga chiqarib yuborsam, menga yaxshi-ku. Voy, vashshe lekin bor aka, ishon. Ye. Aka, 5 sekund, mana sekundlarni jigar shundoq. Bitta gapiring. Siz eshiting meni jigar. Men eshitardim. Aka, rahmat. Keyin gaplashamiz. 3 sekund. Rahmat, keyin gaplashamiz. Negadir gapirgim keldi. Jigar, 5 minut umringizni menga ayting, shundoq. Chao so'z. Jigar.